Qadrli Chortoq chorva obunachilari, kuzatuvchilari, sizlarga xudo xolasa manfaatli videolarni chiqarishda davom etamiz. Inshaalloh mana endi kechagina kelgan mollarimiz, sotilganlari ham bor, sotilmaganlari bor. Kelib bemalol ko'raverasizlar. Undan tashqari yana xudo xolasa 4 ta furada mashinamiz kelyapti. Inshaalloh o'tib kelib qolsa, ular haqida ham ma'lumot beramiz. Bexabar qolmaslik uchun bizga like bosib, podpiska bo'lib kuzatishda davom etinglar. Yaqinlarga ulashib qo'ying. Xudo xolasa manfaatli videolarni ko'proq chiqarishda davom etamiz. Chunki biz bu mollarni o'zimiz jaydari moldan qanaqa afzallik tomoni bor u, qanaqa minus tomoni bor. Qaysisini boqsangiz qancha foyda bo'ladi-yu, qancha ziyon bo'ladi-yu, qanaqa yemni qashab berish kerak. Shu haqida ham to'liq ma'lumot beramiz. Bizning kanalda faqat chorva mollarini oldi sotisi emas, undan tashqari kasal bo'lganda nima qilish kerak, yashil urganda, mana voha tomonida aytib, oqsil bo'lganda nima qilish kerak. Shunaqa, misol uchun oyoq qo'li singanda, lat yeganda, boshqa yana kasalliklar bor. Shunga o'xshash kasalliklar bo'lganda nima qilish kerak, xudo xolasa hammasini haqida to'liq sinalgan, Yevropacha ham, o'zbekcha ham dori-darmonlarni aytib, manfaatli bo'ladigan, foydali, xudo xolasa videolarni chiqaramiz. Shuning uchun bizni kuzatishda davom eting. YouTube kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'ying, chunki YouTube kanalimizda hamma narsa batafsilroq ma'lumotga ega bo'lasiz. Qadrli obunachilar, bu mollarimizni xudo xolasa ko'p obunachilarimizga telefondan boshqadan to'liq ma'lumot bera olmadik. Mollarimiz har xil turdan bor. Hop, bu yerda ko'pchilikdan tashqari, buqalardan tashqari sigiri ham bor, kichkina sutemnisi ham bor, sutemdan chiqqanlari ham bor. Shuning uchun kelasiz, ko'rasiz, ko'zimdan ham ko'rib olganingiz bari boshqa. Videoning orqasida nima qanaqa tasvir ketgan, katta ko'ringanmi, kichkina ko'ringanmi, uni misol uchun bizga hammaga har xil bo'ladi. Shuning uchun biz hech kim aldashni maqsadimiz yo'q. Bu dunyodagi yeydigan luqmamizni u dunyoga harom qilishni maqsadimiz ham yo'q. Shuning uchun bu dunyoda ozmi ko'pmi luqmamiz uchun, qornimiz uchun foydamizni qilamiz, lekin u dunyo uchun xudo xolasa savobimizni qilib, yengil, baraka topadigan qilib hayvonlarimizni beramiz. Shuning uchun Chortoq chorvaga, Instagramga, hamma misol uchun ijtimoiy tarmoqlarga obuna bo'lib qo'ying, bizni kuzatishda davom eting. Yaxshi videolarni chiqaramiz. Bundan tashqari otlarni ham, toylarni ham eng sifatli shu Yevropa toylaridan, otlardan olib kelamiz. Qo'ylarni ham xudo xolasa. Bundan tashqari molpur shakllarimiz bor. Biz bilan birga faqat olib kelganini olib ketish emas, o'zini ham kelib, misol uchun birga borib, biz misol uchun o'sha turib beramiz, qilamiz, olib kelib berishga javob beramiz. Birga borasiz, xohlagan molingizni olasiz, biz dokumentini qilib beramiz, olib kelib misol uchun sotishingiz mumkin, bizdan foydalanishingiz mumkin. Bizda shunaqa yo'llari ham bor. Biz faqat olib kelib sotmaymiz, xudo xolasa dokument tomonlama ham yordam berishimiz mumkin. Obodo qiynalib akalar, aloqaga chiqinglar, o'sha 927 4 ta bir raqamiga 93lik. Chiqsani xudo xolasa batafsil ma'lumot olasizlar. Xudo xolasa sizlarga manfaatli, zo'r video bo'ladi inshaalloh. Shuning uchun hayvonlarimizni ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa o'sha bugun erta charchog'idan chiqdi. Siras kelishi bilan buni kilaga qo'yib bera olmaymiz. Oyog'icha turishcha sotamiz. Inshaalloh 2 kundan keyin, xudo xolasa keyin kilaga ham qo'yib berishimiz mumkin. Buni to'lovlarini, misol uchun prinsiplarni boshqami, hamma yo'llarni nima qilish kerak? Qayerda, qanaqa manzilda, lokatsiyalarni o'sha qoldirgan raqamimizga aloqaga chiqasiz. Batafsil ma'lumot beradilar. Avazbek akamiz. Undan tashqari Avazbek akamiz sal bo'shamadi, bo'shasalar bu mollarni qayerdan, qancha vaqtda keldi, nima keldi, qanaqa sorti bor, hamma narsani xudo xolasa batafsil ma'lumot olamiz. Shuning uchun yana bir marta aytaman, chunki bizga shunaqa videolarni chiqarishimiz uchun arzimagan sizdan ketadigan bitta knopkacha shuni bosishingiz, laykingiz katta ahamiyatga ega. Yana ham biz ko'payib, xudo xolasa chiqaraveramiz shunaqa videolarni. Chorvoq, shunaqa chorva ishi bilan shug'ullanadigan mol, qo'y sotadigan akalarimiz bemalol, agarda misol uchun o'zingiz molxonangizdami, uyingizdami shunaqa mol, qo'y sotish kerakmi, bozorga olib chiqa olmayapsizmi, bizga aloqaga chiqing. Bemalol borib reklama qilib, xudo xolasa sotib beramiz. Qolganlarga, hop, uzoq yaqindan keladigan, voha tomondan kelayotgan bir kesa lokatsiya berdik, boshqa qildik. Ilojini baricha imkon qadar kunduziga moslab keling. Chunki hozir bu yerda molxonamizda emasmiz. Katta nimadamiz, bu yerda navisimizdagi hozir chiroqlardan foydalanmaganmiz, chunki kechqurunni ko'rish qiyin bo'ladi. Shuning uchun ilojini boricha kunduzga moslab kelsangiz, xudo xolasa kelganingizni kutib olib, yaxshilab chiroyli mehmon qilib, hayvonlarimizni ham barakotli qilib beramiz. Barchaga rahmat, salomat bo'linglar. Chortoq chorvaga obuna bo'lishni unutmanglar.